lekin muhokama qilmaymiz. Gapiring. Navbat yaqin qiliqlaring. Yoqimsiz qiliqlaring tugaydi dedilar. Eslolmayapman-da. O'zi ko'paydi. Mana, oldi-yu. Menga baqirib gapirishing yoqmaydi. Baland ovozda gapirishing yoqmaydi. Har doim sekin gapirishingni xohlayman. Endi u narsa menga bog'liq narsa. Menga bog'liqligini men bilmayman. Har holda sen gapiryapsan. Mayli, muhokama qilamiz. Orzuni aybi bo'lsa ham, ikkalinglar ham jim bo'l deysiz yoqmaydi. Xo'p, yana. Qara, yo'q-de, bunaqa yomon odat. Men yaxshi insonman-da, yomon odatlarni unutib olaman. Mashida eng globalnisi shu past ovozda gapirsa shu deyman. Sekinroq gapirish qiyin-da bizda hozir mo'ludani sekin gapirishi. Olmaydi. Globalniy. Ana kelib qoldi уже. Opa, iltimos shu shiqling desam, ha hozir deb ertaga surishingiz yoqmaydi. O'sha payt joyida qilish kerak. Mana shu videoni ham ertalabdan beri 7 soatdan beri yalinib olaman. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Muhokama qilish kerak. Muhokama qilish kerak. Yo'q, qoida buziladi hozir. Qara. Anu, yaxshi insonlarchi insonlarning ayblarini ko'rurmas ekanda. Agar yaxshi tomonlarim deb anaqa qilsa, o'sha o'zgaradi-da. Hozir temamizga to'g'ri kelmay qoladi. Meni yaxshi tomonlarimni aytib bering, aytib berishi mumkin. Uni boshqa uni boshqa video qilib olish kerak o'sha. Chunki shunaqa-da. Balki bor bo'lishi mumkin. Chunki inson borki, xato bor. Lekin eslolmayman hozir. Mayli, kommentariyada meni yaxshi fazilatlarimni eshitmoqchi bo'lgan, ya'ni Radna opamdan eshitmoqchi bo'lganlar kommentariyada izohlarda yozib qoldiringlar. Agar ko'proq o'sha narsaga qiziqish bo'lsa, biz o'sha narsani video qilib olib chiqamiz. Meni yaxshi taraflarimni opam aytib beradi, men ularnikini aytib beraman. Xayr, ko'rishguncha. Bye.